Do'stlar, sizlar bilan men yana Abdulhamid va yana bir bor kanalga qaytdik. Mana vaqt iloji boricha yana kanalga video olyapmiz. U do'stimiz ham kiribdi. Bugungi videoda mana 99 kun o'rmonlarni o'ynaymiz. Va ba'zi bir promokodlarni sizlarga ko'rsataman. Ularda olmos olsa bo'ladi. To'g'risi men ham YouTube'dan ko'rdim. Endi bilmaganlar uchun yana bir bor ko'rsatib beraman. Mana joyga kirasizlar, olmos turgan joyga va kodi, ya'ni promokodlarga kirib o'zbekcha harfda bundoq yozasizlar. After party va поставить kseler. O'zi menda ishlatilgan deyapti, 15 ta olmos beradi. Uyda qo'y. Hop, ikkinchi promokodni o'zi o'yin boshlanganda ko'rsataman. U o'yin ichida bo'ladi. İki kişilik ketdik, xullas. O'yinni boshladik. Shunday qilib, hozir o'qishdan sal vaqt topib videoni olishga harakat qildim. Shu hozir o'qishlar bo'lganiga vaqtim bo'lmay videolar chiqmay turadi, qolib ketayotgandi. Bugun vaqt topib olishganingizni ko'rdim va mana videoni olyapmiz. Ko'ryapti. Inogda я могу встать не долго. Хорошо. Endi menda albatta o'zga savaralik klass bor. U o'zga savaralik aliyenda avtomat bo'ladi va unga qo'shib tushunka beriladi. Ya'ni sho'rva. Avtomat bilan sho'rva berilar ekan. O'zga savaralik bo'lsangiz. Qo'yib va olg'a yangilanish kelgan bilsanglar agar shu kostyurdan mana haroqa kelsanglar bunaqa fleytalar turadi. Ularni olib borib, masalan, bitta hayvonni qo'lga o'rgatsanglar bo'ladi. Masalan, bo'ri. Borasizlar va gidroytni borasiz. Xuddi baliq tushligiga o'xshaydi. Mana bo'ri. O'zi kayfiyati norm turibdi. Endi u bizdan go'sht so'rayapti. Biz boshqa bo'rilarni o'ldiramiz va steykni bersak, bitta steyk berildi, yana bitta kerak. Hop, bu pullarni olamiz va buni ham bo'rimizga beramiz. Hop, mana bitta ismalik yaxshi bo'ldi. Qolganini o'rim turibdi. Xuddi shunday qilib tushkarga qaytarishimiz kerak. Batta butun hayvonni qo'lga o'rgatsa ular faqat eng maksimal 2 ta bo'lishi kerak. Masalan, quyonni ham qo'lga o'rgatsa bo'ladi. Lekin quyonni foydali tarafi yo'q shekilli. Mana quyon o'rgatgan, просто
foydali tarafini qanday foydalanishini ko'rmaganman. Masalan, quyonni o'rgatsanglar ham bitta sabzi so'raydi, bo'ldi. Keyin sizlarda hayvonlaringiz bori 3 karra o'sha ikkitadan steak so'raydi, jami 6 ta steak so'raydi sizlardan. Xo'p. Qurbaqalar bo'lsa, jami 4 ta baliq so'raydi. Yana boshqa hayvonlar boshqa narsalar. Ular bolani qutqarishda bir yo'l steaklar ham to'plab olamiz. Xo'p, yo'q, hali beri bermoqchimiz. 4 ta olamiz. Ke, baro. Va 4 ta steak уже tayyor. Ushkura tushibdi. Yaxshi. Demak, tayyor qilib ertaga bolani qutqarsak. Oxirgisi ikkitasi mayliga yaxshi bo'ldi. Kayfiyati ko'tarildi. Va bitta kayfiyatini ko'tarsak. Ana, endi bu bizning hayvonimiz nomi Воздушная puzir. Maytdan rename ismini o'zgartirib olsa bo'ladi. Men o'zimni ismimni qo'yaman. Tayyor. Va ketdik. U sizning orqangizdan yuradi. Kimdir sizga tashlasa, u sizga tashlaganga tashlaydi. Sizga doimo yordam beradi bizga. Xo'p. Va yana bitta bo'ri qo'lga o'rgatishimiz mumkin. Birinchi qirolichamizni tashlasak, atrofda og'aynimiz yuribdi. Bu bandaj. Ketdik. Day yur. Yaxshi. Bu olasizlar hayvonlaringni o'tirgizsanglar bo'ladi. Mana set. O'tirdi. Следовать turdi. Arqamizdan yuradi. Voy. Ketdim. Olamiz. Hop, bolani qutqarishga boramiz albatta. Bu hozir bizga kerak emas. Olib ketaversin. Hozir anchaqlay qilmaymiz. Hop, bu bratchiyam bizga ko'maklashadi. Ayting. Bos. Ana, ketdi уже. Bu bizga albatta yordamchi bo'ladi. Va bitta joni qolsa, destek bersanglar, jonni to'lgizib oladi. Joni to'ldi. Hop, bularni ko'p ham olmay turamiz, chunki хороший metodimiz yo'q. Oxirgi bo'lsa. G'alati. Oxirgi katta bo'ldi. Judayam g'alati. Buga ham tekshirib ko'raylikchi, bo'lmasam bo'lmasa qiladi. Bilmadim. O'lib ket, eshak.
albatta sonini ochamiz. Lekin oxirgi bo'rini topolmayapmiz boru. O, kerakli vaqtida tushdi. Hop, tanga. Va bularni ham yopishtirib olamiz, go'shtlarni. Ventilator. Chutta g'alati, вообще g'alati. Mana men bo'ri o'ldirib qo'yibman. Judayam g'alati ishlar. Bu bas albatta. Qani unda? 5-chi bo'ri qani? Mana bo'rim 5-chimikin. Men o'rgatib olgan bo'ri. Men вообще chalkash ketyapman. Hozir bazaga qaytib boraylik, o'ylab surishtirib ko'ramiz. Hop, nima degan hech narsa demabdi. Bor narsamiz kostyumga. Fayz suvlarni ham yo'qotdim. Mayli, hech qisi yo'q. Versagda otib qo'yamiz. Bo'lgan va devam qilsak. Cho'tta menga yoqmayapti. Hatto 4-chi, 5-chi bo'ri yo'q. Mayli, chiqib qolar. Agar chiqmasa, o'z bo'rimdan voz kechishga to'g'ri kelar ekan. Ha, eshak chiqdi. Nahye. Saqsoq. Allan beri topolmayapti. Va nihoyat chiqdi. Qaysidir go'rdan chiqdimi, zombi go'rdan. Boshqa. Hop. Endi o'tda bolani qutqaramiz. Rachka manku. Sandiqni ochib va yana narsalar izlashga tushamiz. Roshda bor. Eng kerakli narsalar to'ldi. Yur, rachka. Hop, karta 4-chi darajada ochildi. 4-chi o'rindaqa. Hop, sizlarga hozir promokod ko'rsataman. Shu ertangi kunga albatta ko'rsataman. Ikkinchi promokodda. Hop, buni ham qo'lga o'rgatdi. Endi kech. Jigarimiz uni o'ldirib qo'ydi. Ammo zo'r qilding. Menga yoqdi bu ish. Ol. Senga mukofot. Ma jaringmisan? Ayyor bo'larkan esa. Ayyo. Yana bitta bo'ri o'ldiramiz, o'shandan go'shtni. Bu hali. Geç tushyapti, biz sal teshikroq ketdimi deyman. Yo'q. Bo'ri. Mana ekan. O'lib qolmagan. Olaman ichida. Yo'q, bobom Murod qatdan keldi? Day. Soy. Zo'r. Красавчик. Yo'q. Men yo'q. To'liq ketdi. Kelgan joyimizga yana boramiz.
Voy. Jo'ndi. Yur endi. Bunari o'lib ketadi. O osmon yonyapti. Kesdagi bo'lgan yonayotgan tarafga bosamiz. Birovni bolani mancha anaqa qilyapti. Ish. Topyapti. Как раз yo'lini beradi. Sassiq. Vay opamningga. Zato bandajimiz bor. Birov kelib turaversa. O öldürdü bu arada. Gitimiz onu öldürdü. Hop yozamiz buraya bandaj. Kendi ko'rsa. O yaptı. Yaxshi. Zo'r. Bitimam tirik. О, спасибо. И bandajim o'zida bor ekan. Mayli bir yo'li. Quloqchalar chiqib turishimiz. Hop, ochib qo'yamiz. Va qolgan narsani ham yig'ishtirib olamiz. Mana. Buni ham yeb ol. Tezda buni ham olib chiqamiz. Okey. Bu bolani olib kesib shekilli o'zi. Vay. Mayli chiqis yo'q. Hop, endi bazaga boramiz. Yo'q, bazaga qaytaveramiz. Va men uni обновление qilish kerak. Уже to'ldi. Готово к обновлению deyapti. Opa. Kristallardan olish kerak, sindirib. Hop. Tut. Mana orada kuchaytirgan joy. Tayyor. Lekin yomon tarafi yo'q. Birinchi bola qani? Sassiq. 575. Nima? Qoldirib keldim. Bu oldi debman. O'lgan joyimda qoldimmi? Haltam dedi bu. Ey sassiq qansan? Sana orqangdan men bitta ishdan qolyapman. O'lsin boshqa kun qil. Yo'q, bana bobom altında uyga qaytaverdi. Обновлениеga ham ulgurmadik. Sekund oldi уже. И nimaga? O bo'ldi endi ham uyga. Yo'q, tashlashga ketishga majburman. Chunki hatto birov o'zi o'tiribdi. Shuning uchun men yordamga boraman. Больницani tashlab. Jigaring kelyapti. Va olg'a chaqirib qolishganda o'ldir uni, o'ldir. Просто yaxshi. Tugadi, bro, tugadi. Birodar, tugadi.
Hayvanlı yolda falan. Bu tarafga borishim kerak lekin aqlim ketyapti. Birinchi bu tarafga boraman. Ikki bir ketdik. Alfa bo'libdi qo'lga o'rgatishga harakat qilamiz endi. Uning uchun ko'p narsa kerak. Buni ulучшить qilamiz. Tayyor, mana ikkinchi o'ringa o'tdi уже. Endi alfa bo'rini ham yoki oyoqni ham qo'lga o'rgatsa bo'ladi deb o'ylayman. Qatdan shuncha bo'lib bobo murodlar edi. Bu ye. Mana bayki. Zo'r. Endi yo'q. Qochib. U qolmadi. Kayfmi? 2ga 1 marazlar. Sal qolyapti kesib olishga. Yemaysan? Joning to'liq. Sonunda açık ko'ramiz. Revolver. Yaxshi. To'g'ri mayga olsak. Yana bitta alfa bo'lib. Hop, endi shu tarafga boramiz. Ona bannisini topadigan yaxshi bo'lardi. Adashib kelib qo'ygan joyimizga qaranglar. Oltin sandiq bo'lsa ochardim, lekin maras hujumga boshlashdi, mana boshladik. Samolyot. Yo'q, bitim o'ldirishni unutdim. Sassiq qatmay o'l. Endi chidab turasan. Malavoy. Marra shu paytda reklaminga qo'yib. Qanday ishlatamiz? Zo'r malavoy. Zo'r. Yaxshi. Sanda jim tursang ham yaxshi bo'ladi. Yugur shu. Seni o'ldirish kerak. Maras, qatdan kelding sen sassiq. Go'sht o'ldirishdi. Bayki.
o'ynatmasak bo'ladi, lekin o'lgani ko'nglim og'ritdi. Mana ko'zlarni ham kuchaytirdik. Buni alifani qo'liga o'rgatib olsam ancha-munchaga chidaydi. Birinchi oltin so'rovimizni ochamiz. Ichidan nima tusharkan? Aptechka. Yaxshiki shu joylarda kerak bo'lardi aptechka. Endi hech qayerga qaramasdan prosta uyga. Aptechkani ishlatmoqchi bo'lmaydi. Ishlatgan. Gitler kabut prosta. So'q kelyapti. Yenge. O'sha. Ulgurdim, bratishim. Samdan tezroq bo'l. Ko'ribdi. Saqqoq. Tersini o'yga tashladi. Yoki продавецga sotib yuboraman. Brokan ketdi. Bye.
Asti ustoz chaqirib olib qo'ygandirda maktabdaman dedi-yu. Shunga полиция. Hop, zashta qilib olamiz. Keyingi hujumga bo'ladi. Qani qo'yib mana. Bu tugabdi. Boshimga ur eshit. Lёгкий menga uryapti. Sassoy. Bitta balon tashlab ketibdi o'zi. Men urushga tayyorman. Ana o'sha oyoqda jayonni chiqaramiz. Bu safar stullarni yo'q olmaymiz degan umiddaman. Vaqt kam, lekin tezroq borish kerak. Albatta, oddiy sonliq ochib o'tirgandan ko'ra. Qatyapti-yu salqin. Revolver va baho patronlar. Nima bu? Katta narsa. Shu opang borligini bilib turib kirib ketganmi? Qatama yo'l. Ular shunday qilib videoni tugatishga to'g'ri keladi do'stlar. Sizlar bilan men Abduhamid va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Xayr qilgani sakralmayapman endi, chunki o'lmayman. Xayr do'stlar, sizlar bilan o'ylagan